Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda ham xavfsizlik parametrlarini ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi klientlardan bittasi, misol uchun talabani kompyuteridan avtorizatsiyadan o'tamiz. Tak. Keri lokal talaba 1 2 3. Keyingi etapda administrator kompyuterga kirgan holatda Keryon adminskiy qismiga kiramiz. Tak. Keri lokal admin admin salom shikkebar. Buni kirdik. Endi keyingi etap parametr безопасности kiradigan bo'lsak. Tak. So'ng qo'yaylik. Mana parametr безопасности kirdik. Bizda yana bitta imkoniyat. Birorta bir foydalanuvchiga siz login parol bergansiz, u bemalol ishlab turadi, lekin shunaqa holat bo'lib qolishi mumkinki, siz uni to'laligicha bloklamoqchisiz. Login parol bergansiz, boshqa qilgansiz yoki login parol bermasdan ham umuman setingizda qanaqadir ishlar bajarishi mumkin bo'lgan kompyuterlar bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni, o'sha kompyuterlarni blokirovka qilishga ehtiyoj tug'ilib qoladi. O'shanaqa holatda biz xavfsizlik parametrlaridan MAC adreslarni yordamida filtr qilishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Mana birinchi ko'radigan bo'lsak, aktiv pользовательlarni ko'radigan bo'lsak, mana bizda talaba PC da talaba nomli foydalanuvchi mana kirgan. O'sha talabani ko'radigan bo'lsak, tak, mana bu yerda tak saytga kirib turibdi. Hech qanaqa naqasi yo'q, muammosi yo'q. Talaba kompyuterni championat.uz deya qolaylik. Mana championat.uz ochib turibdi, hech qanaqa muammosiz. Tak. Mana o'sha narsani ko'radigan bo'lsak, mana o'sha murojaat paydo bo'ldi. Endi biz mana shu talaba kompyuterini tanlagan holatda mana e'tibor beradigan bo'lsak, uni MAC adresi bor 000800 mana shu MAC adresi ko'chirib olamiz. Tak. Kopировать qildik. Keyingisi, ya'ni konfiguratsiya bo'limiga o'tib, parametr безопасности bo'limiga o'tamizda. Misol uchun bu yerda добавить qilamiz. MAC adresini qo'yamiz. Ctrl ставить и talaba PC degan description, ya'ni описание yozib qo'yamiz va aytamizki bunga, ya'ni запретить qilgan, ya'ni cheklagan, mana shu kompyuterni cheklagan. Mana ya'ni talaba PC ni cheklaydi. Mana bu yerda LAN 1 ni qo'shib qo'yamiz и включить MAC adresini qo'shamiz. Mana bu yerda галочка qo'yamiz и применить ni bosamiz. Endi bu kompyuterga o'tadigan bo'lsak, misol uchun qanaqa Kunuz saytiga kiradigan bo'lsak, уже murojaat yo'q. Yoki CMD ko'radigan bo'lsak, pin 4.8 ga tak yo'q edi. Mana 192 168 zo'r. Birinchi IP ni ko'raylik. If config. IP config 172 31 1026 10 1 ga ping berib ko'ramiz. 172 31 10 1. Mana e'tibor bergansiz, даже Keryoni o'ziga ham, ya'ni shulizga ham bog'lana olmaydi. Ya'ni bu biz blokirovkaga tushirdik. Bu foydalanuvchi umuman internetda imkoniyatlaridan umuman bog'lana olmaydi Keryoga. Sababi biz aynan Keryo kontrolni xavfsizlik parametrlari
yordamida, Mac filtratsiya yordamida bu kompyuterni blokka tiqdik. Faqatgina bu Mac adresi o'zgartiribgina bu narsani ishlatish mumkin yoki bu spiskadan olib tashlash hisobiga. Mana bu narsani olib tashlaydigan bo'lsak, mana udalить. Применить. Endi ko'radigan bo'lsak, mana уже murojaat, mana orqa fonda e'tibor bergan bo'lsangiz, kun o'zi ochishni boshladi o'zi. Ping 172 31 mana yana murojaat ketishni boshladi. Demak, biz mana shu Mac filtratsiya yordamida ma'lum bir kompyuterlarni blokirovkaga tiqishimiz mumkin, xavfsizlik parametrlarini qo'llagan holatda. E'tiboringiz uchun rahmat.